Assalomu alaykum, treyderlar. Bugun sizlar bilan o'rganadigan narsamiz Fibonacci va Fibonacci'ni aynan men ishlatadigan holatdagi ko'rinishi bo'yicha dars o'tamiz. Sabab ko'pgina strategiyalarimiz aynan mana shu Fibonacci bo'yicha qilingan. Shu sababli buni o'rganmasak qolganini tushunish juda ham qiyin bo'ladi. Uni qilishga mm, bilsangiz ham o'xshamasligi mumkin. Shu uchun keling sizlar bilan a, meni nastroykalarim bo'yicha Fibonacci'ni to'g'rilab olamiz. Bu uchun nima qilishimiz kerak? Bu aslida qanaqa kelgan? Buni ko'p marta takrorlaganman, lekin har safar tushuntirmasak baribir bizlarkilar erinchoq bo'ladi. Shuning uchun globalni tushuntiraman. Xo'p, biz qilgan birinchi ishimiz va bu nastroykaga kelishimizga sabab bo'lgan holatlar bo'lgan. Masalan, istalgan kunni olamiz. Bizni eng kuchli nuqtalar maksimum, minimum va markaz bo'lgan. Mana shu. Endi markazdan retest mana qilinyapti, buy ketyapti. Bu minimumda mana keldi. Mana bu yerda ham ishladi. Chiqib ketdi, mana bu yerda ham tushib berdi. Aynan mana shu nuqtalar bizga kuchli nuqtalar bergani uchun, kirish nuqtalari bergani uchun aynan shu strategiyamiz paydo bo'lgan. Xo'p, demak, istalgan kunni biz 3 ga bo'ldik. Yaxshi. Istalgan davrda ham 3 ga bo'lsak bo'ladimi degan savol kelishi tabiiy. Ya'ni masalan maksimumdan minimumga tortamiz. Mana shu yerda mana kuchli nuqtamiz bu. Bu va mana bu nuqta kuchli nuqta bo'ladi. Xo'p, ishlab berdi mana birinchisi. Retest qildi, buy. Retest qildi, buy. Xo'p, bu yerda qanaqadir nimadir bo'lyapti. Xo'p, dars endi agar mana shu davrda biz kunlikda kuchli nuqtalarni topgan bo'lsak, mana shuni ichiga ham biz kuchli nuqta qo'ysak bo'ladimi? Ya'ni mana bu kattalikka nuqta shunday bu markazga bitta nuqta qo'yamiz. Ko'p turganlarida ishlab berdi. Bu mana bu o'zi ishlaganini isbotini beryapti. Bu yoqda ham xuddi shunday. Mana shu shaklda chizish qanchalik xatoligini biz katta time frame'da ko'rdik va bunaqa chizishda ko'plab stoplar olishiga sabab bo'ladi. Sabab masalan haftalikda yo bo'lmasam deyilida biz chizganimizda arzimagan kichkinagina xatolik bizga $4-5 farq berishi mumkin va stop kattaroq ketadi. Shu sababli biz mana shu Fibonacci'ni o'zimizga instrument qilib oldik. Boshqa iloji yo'q edi. Shu uchun aynan Fibonacci'ni oldik. Mana bu. Va biz hozir mana sizga ko'rsatamiz farqi. Demak, mana buni maksimum deb olgandik qo'yib, minimumga tortdik. Mana biz qilgan ishimizda hozir qanaqa sodda tartibda chizib berdim. Qo'ya biroz mana bu joyda edi. Bu aniqligi juda ham kattaroq bo'ldi. Shu sababli mana shu Fibonacci'ni ko'ramiz. Endi uровеньlariga keladigan bo'lsak, agar mana shunday chizmoqchi bo'lsangiz Fibonacci'da tabiiyki qismlarga ajratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nastroykasini ko'rsataman. Mana 0 tak 50 ga mana bu
Mana bu 100 deb olsak, bundan buyog'i bu nastroykalar turibdi. Faqat ichida mana 0,25, 0,75 lar qo'yilgan. Hamma tushunib oldi deb o'ylayman. Yoki bo'lmasam sizlarga boshqatdan qilib beraman. Mana по умолчанию mana shunaqa holatda bo'ladi. Hop, endi nastroykasiga kiramiz. 236 25 qilamiz. Mana bu 0,75 qilamiz. Bo'ldi. 50, 75 tushib qolibdi bizda. 75. 618 kim xohlasa tursin, kim xohlasa o'chirib tashlasin. Bizga xalaqit beramiz, o'chirib tashlaymiz. Mana shunday holatga keldim. Buni saqlab qo'yishlaringizni, o'rganib qo'yishlaringizni maslahat beraman. Agar hammangiz nimaga erishasiz, siz nimaga erishasiz. Siz juda ko'p foydali taraflari bor. Hammangiz juda ko'p narsadan quruq qolasiz. Sababini keyingi videolarda ko'rsatib beraman nima uchun. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishamiz.